EASA Part 66 nima ekanligini bilasizmi? Bu samolyot texnik xizmatdan keyin parvozga ruxsat beruvchi muhandis litsenziyasi hisoblanadi. Bu Yevropa aviatsiyasida Aircraft Maintenance License. U orqali texnik samolyotga Release to Service, ya'ni uchuvga yaroqli degan imzoni qo'yadi. Bunday mutaxassislar Certifying Staff deb ataladi. Part 66 ning asosiy kategoriyalari mavjud. Bular B1 mexanik yo'nalishi, ya'ni samolyotning dvigateli va konstruksiyasi bo'yicha. B2 avionika, ya'ni samolyotning elektronika va bort tizimlari bo'yicha va uchinchisi A kategoriyasi hisoblanadi. Bu oddiy xizmat turlari. Part 66 litsenziyasini olishingiz uchun Part 147 markazida o'qishingiz kerak bo'ladi yokida o'zingiz tayyorlanib modul imtihonlarini topshirishingiz kerak bo'ladi. Va eng muhimi, kamida 3 yildan 5 yilgacha real ish tajribasi kerak bo'ladi. Agar siz mutaxassis bo'lishni istasangiz, EASA Part 66 eng muhim bosqichlardan biridir. Shunga o'xshagan qiziqarli videolarni ko'rishingiz uchun obuna tugmasini bosing.